Qirg'iziston Respublikasi Milliy ilmlar akademiyasi Seysmologiya institutining ma'lumotiga ko'ra, bugun 14 noyabr soat 7:24 da o'lkada epitsentri 7 balga yetgan zilzila bo'ldi. Favqulodda holatlar ministrligining matbuot kotibi bildirganday, zilzilani o'chog'i Qirg'izistonning Issiqko'l oblasti Qajisay qishlog'idan 6 chaqirim shimoli-sharqni, To'ng qishlog'idan 60 chaqirim shimoli-sharqni qarab joylashdi. Zilzila Qadijay, Bukonbayev, To'sur, To'ng va Tamg'a qishloqlarida 7 bal, Baliqchi shahrida 4,5 bal, Qarako'l shahrida 5 bal, Cho'lpon-ota shahrida 4,5 bal, Norin shahrida 4 bal va Bishkek shahrida 3 bal sezildi. Qirg'izistonning Tashqi ishlar ministrligi Chikagoda qirg'izistonlik fuqaroning boshiga otilgan o'qdan qazo bo'lganini tasdiqladi. Shu yilning 10 noyabrida Qirg'iz Respublikasining fuqarosi Chikagoda yashab va ishlab kelgan 1983-yili tug'ilgan Abulbek Izabekovga pitsa yetkazib yurganda hujum bo'lib, unga qarata otilgan o'q boshiga tekkan. Kasalxonaning ma'lumotiga ko'ra, u Chikagodagi kasalxonaning birida jonlantiruvchi bo'limiga olib kelinib, 11 noyabrda olgan jarohati tufayli vafot etdi, deyiladi ma'lumotda. Izabekovning o'limi bo'yicha tekshirish ishlari ketmoqda. Qirg'izistonning AQShdagi elchilik vakili hozirda Chikagoda vafot etgan fuqaroning jasadini yurtiga yetkazish maqsadida uning yaqinlari va AQShning komponent organlari bilan ish olib bormoqda, deb aytiladi ma'lumotda. O'lkada kartoshka va piyozga bo'lgan narx bu yil o'tgan yilga nisbatan 1,5-2 barobarga qimmat. Iqtisod ministrligining ma'lumotida, o'tgan yili kartoshkaning kilogrammi 15-20 so'm bo'lsa, bu yil narx ba'zi joylarda 37% dan 80% gacha oshdi. Piyozning bahosi 2 barobarga oshgan. O'tgan yili 17 so'mgacha sotilgan bo'lsa, bu yil 35 so'mdan olsa bo'ladi. Mazkur yil Qirg'iziston uchun og'ir keldi. Ekin suvlarining yetishmovchiligi, yoqilg'i moyini qimmatlashi va boshqa faktorlar ta'sir qildi, deydi ministrlikdan. Protest missiya faol bo'lgan o'lka shimolida xristian dinini qabul qilgan fuqarolarning soni ortmoqda. Muftiyatning ma'lumotida oxirgi yillari 15 ming nafar qirg'izlar nasroniy dinini qabul qilgan. Bu orada janubiy hududlarda musulmonlik fundamentalizm va hobizm yoyish harakatlari kuchaymoqda. Xorijlik missionerlarning ishbilarmonligi o'lkaning shimol bilan janubidagi diniy holatda katta ajralishni yaratmoqda, deydi muftiyatning vakili Daniyar Muradilov. O'sh shahrida ro'yxatga olingan 60 ga yaqin uysiz daydilar bor. Ularning asosiy qismida shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari yo'q. Agar ular qandaydir bir halokatga yoki jinoyatga duch kelishsa, voqeani tekshirish maxsus xodimlar uchun bir qancha muammolarni keltirib chiqaradi. Bunga qo'shimcha, boshpanalari yo'q bo'lganligi sabab qish mavsumida bir necha uysiz daydi halok bo'ladi. Shu sabab bugun O'sh shahar ichki ishlar boshqarmaligining qabul qilish hamda bo'lishtirish bo'limi uysiz daydi reydini boshladi. Qanibek To'xtorboyev har kuni issiqlik quvurlari ustida tong ottiradi. Uni boshqa borar yeri yo'q. Bu yer issiq bo'lgani bilan bir necha noqulayliklar yaratadi. Masalan, yog'ingarchilikli yopiq yer izlashga to'g'ri keladi. Qanibek To'xtorboyev bu kunlarga tushib qolishini quyidagicha yodga oldi. Men yoshlikda aroq ichkilik, aroq ichib, xuliganlik qilib, mushtash bo'lib, o'sha qamalib, 3 yil qamaldim. Mushtaşdan. Odan çıqqandan uruliq başladı. 2 yıl uruliq bilen onu to'xtatdim qo'y deb. 7 yildan beri kriminal joylar nerede işte ağaçın işte ömrü. 42 yoshdagi qahramonimiz bundan 16 yil avval pasportini yo'qotib qo'ygan. Bu vaqt orasida bir necha marta ishga o'rnashishga harakat qildi, biroq hujjat masalasi bu ishlarga to'sqinlik qildi. Qish yaqinlab kun soviy boshlagandan beri Qanibek vaqtinchalik boshpana izlay boshladi. Hozir ham kvartiralar qimmatlab ketdi. Allah inson aqcham yo'q. Kvartira qimmatmi? Qishda ertaga qancha to'layman kvartira ish bo'lsa. Soatdan kechga 100 so'm ishlesang ishlab qolasan. To bir nedelada. Hatta günde iş bo'ladi, borasini o'tirib qaytasan. Qiziqchilik yo'q uchun o'sha topgan ko'chada ne qilasan? Только ichaysan, jeysan o'shada. Dunyoni toptayni o'ylaysan. Qanibek kabi hujjatsiz istiqomat qilayotganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Agar ular olamdan o'tsa, shaxsini aniqlashda muammolar yaraladi. Shu sababli O'sh shahar ichki ishlar boshqarmaligi qabul qilish hamda joylashtirish bo'limida uysizlarning shaxsini aniqlash uchun reyd tashkil etildi. Ularning ko'pincha tashlandilar arasında jurib, podvallarda jurib, o'sha jomon yerlarda jurib, o'shaning uchun bularda o'rni ko'p olib yurganlar birdan bir sebepkeler shular bo'ladi. O'sha o'rnin oldini olib, bulardan
yatak yeri yok, uyu yok, işi yok, akçası yok. Bunların kursağını to'yg'izish kerak. Aroq ko'p ichadi bular ichimlikni. O'shani olib ichish kerak. O'sha akcha topish uchun bular qilmish yo'lina borishi mumkin, o'g'irlikqa borishi mumkin, boshqa qilmish yo'llarga borishi mumkin. Bugungi ish tartibida O'sh shahridagi 10 dan ortiq ko'chada yashaganlar Ichki ishlar boshqarmaligining qabul qilish hamda joylashtirish bo'limiga yetkazildi. Avvalgi ro'yxatdagilar qatoriga yana ikkitasi qo'shilgan. Bir necha yillardan beri mazkur ro'yxatdagilar qatorida esa Erkinboy Taymomatov ham bor. Vağızlar başbakan vağızı berip geldi. Bir yerde bizga tamaklı verdik. Bize alakın alaganda misafirlerden sigaret alabız sırap. Oşol kışında zurul ot, mazı kışırlekler. Kışında kömür apgelet ot çıkabız. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasini qabul qilish bo'limida ko'chada yashaganlarni tibbiy yordam ko'rsatib, 3 mahal issiq taom bilan ta'minlaydi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, uysizlar uchun bu yerda yaxshi sharoit yaratilsa ham, bu yerda ko'p qola olishmaydi. Ularning ko'pchilik qismi ichkilikka berilib ketgan. Jashnaqa ishlab yurishi, ichkilikka berilib ketib, ko'chaga chiqib ketganman 5 yil bo'ldi. Shu yasho. Shaqa kelib turamiz. Qishinda kelib yotib ketib turamiz. O'ziz kelib. O'sh shahrida 60 ga yaqin ko'chada yashovchilar bor. Ularning asosiy qismi 40 yoshdan 50 yoshgacha oralikdagilar. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining qabul qilish hamda joylashtirish bo'limi xodimlari har oyda yangi qo'shilgan uysizlarni ro'yxatga olib, ro'yxatdagilarni nazorat qilib turadi. Hilola Ashurova, Adina Do'sonbetova va Azam Buzrukov, Untimaq. Yaqin kelajakda Qirg'izistonda noyod qimmat buyumlarga soliq kirgizilishi mumkin. Bu haqda hukumat boshchisi Jo'mart O'to'rbayev Jo'g'org'i Kengashning yig'inida 2015-yil budjetini aniqlash paytida bildirdi. Uning aytishicha, qimmat mashina, katta uylari borlar ko'p soliq to'lashadi. Bunday ish Rossiya bilan Qozog'istonda qo'llanilib, samarasini bermoqda, dedi O'to'rbayev. Bundan tashqari, kelasi yildan spirtli ichimlik, tamaki va yoqilg'i moyning aksiz soliqlari oshiriladi. Chorshanbadagi parlamentning majlisida ba'zi deputatlar Urmat Amanbayevaning ishini olib borayotgan tergovchini almashtirishni talab qilishdi. Ular prokuraturaning tergovchisi Mirbek Rasulovga ishonch yo'q deb aytishdi. Deputat Jildiz Joldosheva bilan Altinbek Sulaymanov hamkasbi Urmat Amanbayevaning ishini olib borayotgan prokuraturaning tergovchisi Mirbek Rasulov 2009-yili Medet Sadirqulovni vafoti bo'yicha ishni tergovdan o'tkazganini belgilab, o'sha tergov Sadirqulovni tergovdan o'ldi degan xulosa chiqarib berganini aytishdi. 13-noyabrda bosh prokuror Aida Salyanova Jo'g'org'i Kengashda parlamentning Respublika fraksiyasining a'zosi deputat Urmat Amanbayevaga Jinoiy kodeksining 303-moddasining 2-qismi, ya'ni poraxo'rlik bo'yicha 27-oktyabrda jinoiy ish qo'zg'agan. Amanbayevaning advokati Nurg'azi Sidiqov prokuratura deputatni aniq emas, og'zaki faktlarga asoslanib ayblamoqda, deb azatliqqa bildiradi.